Assalomu alaykum. Borev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz azizlar. Nimalar bo'lib ketdi? Qanday o'yinlar ko'rdik do'stlar? Ikkita bahsda ham hech kim kutmagan dahshatli o'yinlar guvohi bo'ldik. Shunchaki kosmos darajaga chiqib ketdi. Bu videoda esa albatta biz Signal Iduna Parkda bo'lib o'tgan Barselona hamda Borussia Dortmund o'rtasidagi o'yinga reaksiya bildiramiz. Birinchi bo'lib tarkiblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Barselona birinchi o'yindagi 4-0 hisobidagi g'alabadan so'ng Flick tarkibda rotatsiyalar qildi. Kutilgan edi albatta rotatsiyalar, ammo Flick ko'p rotatsiyalar amalga oshirmadi. Eng muhimlari albatta Pedri hamda Inigoning zaxirada qolishi bo'ldi. Balde jarohat sabab yordam bera olmadi. Uning o'rnida Gerard Martin harakat qildi. Himoya markazida Araujo va Kubarsi juftligini ko'rdik. Tayanch zonasida Frenkie de Jongning yonida Gavi harakat qildi. Hujum ortida Fermin Lopez, Rafinha va Yamal esa o'z qanotlarida va albatta Lewandowski sof hujumchi rolida o'ynadi. Ochiqni aytish kerak, Dortmunddan dastlabki daqiqalarda bosim kutilgan edi. Ammo shaxsan men kutganimdan ko'ra juda qiyin boshlandi o'yin Barselona uchun. Dastlabki xavfli vaziyatning o'zi 5-daqiqadayoq sodir bo'ldi. Kubarsi vaqtida to'pning yo'nalishini o'zgartirib yubordi va Barselonani muqarrar goldan saqlab qoldi. Barselona bosim ostida qolaverdi. Signal Iduna Parkning atmosferasi shunchaki futbolchilarni yeb yubordi. Gol o'zini uzoq kuttirmadi. 10-daqiqada Kunde ofsayd chizig'ini ushlashda xatoga yo'l qo'ydi va buning natijasida Dortmund futbolchisi birga bir vaziyatga chiqib ketib penalti ishladi. Chesney esa Girassining Panenkasini qaytara olmadi. Goldan tashqari olib qaraydigan bo'lsak ham Barselonada juda ko'p muammolar bor edi. Dastlabki daqiqalarda bu asosan to'pni himoyadan olib chiqish, Gavining tayanch zonasida to'p bilan yaxshi o'ynayotgan bo'lishi mumkin, ammo to'psiz harakati juda ham murakkabliklar tug'dirayotgan edi. Ayniqsa raqib jamoa yuqori bosim qilayotganda ko'plab variantlar bo'lishi kerak. Futbolchilar o'zini doim taklif qilib turish kerak va Gavi bu masalada shunchaki Pedrining o'rnida bosa olmayotgan edi. Shu sabab juda ham ko'p long bollar, to'pni yo'qotishlar, juda oddiy vaziyatda xatolar kuzatilaverdi va natijada Barselonaning xavfli vaziyati 38-daqiqada yuzaga keldi do'stlar va bu standart vaziyatdan so'ng yuzaga keldi. Frenkining uzatmasini Kunde cho'zib yubordi va Kobel vaqtida to'pga chiqib keldi. Shu bilan taym yakuniga yetdi. Juda og'ir taym bo'ldi. Hech narsa o'xshamadi. Barselonada hattoki aniq zarba ham kuzatilmadi. Buni statistikalarda ko'rishingiz mumkin. Shaxsan men ikkinchi bo'lim boshida Pedrini kutgandim, ammo Flick jamoasiga ishondi va xuddi birinchi bo'limdagidek o'yinni boshladi. Afsuski o'yindagi bosim ham xuddi birinchi bo'limdagidek boshlandi. Chesney dastlabki daqiqalardan darhol double save qilishga majbur bo'ldi. Ikkinchi golga ham biz uzoq kutmadik. Bu 49-daqiqada burchak zarbasidan uzatilgan to'pni adashmasam Bensebaili edi, Girassiga uzatib berdi va Girassi shunchaki bo'sh qolgan darvozani ishg'ol qildi. Bu shunchaki elementar xato edi. Barselonada ko'p kuzatilyapti bu standart vaziyatlardan yaxshi himoyalana olmaslik va gol natijasida albatta remontada, ya'ni comebackga ruh uyg'ondi. Dortmund ko'proq harakat qilishni boshladi va yaxshi hamki 53-daqiqada Barselona javob goli ura oldi va gol Fermin Lopez tomonidan tezkor qanotga qochib ketish orqali yuzaga keltirildi. Fermin Lopezning uzatmasini Bensebaili o'z darvozasiga yo'naltirib qo'ydi. Bu birozgina xotirjamlik olib keldi. Shaxsan men uchun birinchi o'yindagi 4 goldan ham muhimroq gol edi bu. Shundan keyin albatta nihoyat uzoq kutilgan daqiqalar keldi va Pedri maydonga tushdi. Bu o'yinga juda ham xotirjamlik olib keldi. Barselona nihoyat to'pni nazorat qilishni boshladi. Pedri tushgan dastlabki daqiqalardan boshlab bir nechta vaziyatlar yaratdi. Bosimdan hali to'liq chiqib keta olgani yo'q edi va shuning natijasida 75-daqiqada yana oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'yildi va bu safar bu chap qanotdan yuzaga keldi. Gerard Martin va Erik Garsiani Duranville shunchaki ko'rdim demay aldab o'tib ketdi. Ta'kidlab o'tish kerak, Duranville fantastik talant. Duranvillening ichkariga uzatmasini Araujo qaytarmoqchi edi, Araujo qaytara olmadi va taxmin qildingiz, jarima maydonchasi ichida Girassi yana paydo bo'ldi. Girassi butunlay tinchlik bermadi Barsaga. Chempionlar Ligasi chorak finalida Girassi
hat-trick qayd etdi. Ishonchim komil bu Barsachilarning tushigacha kirib chiqadi bu futbolchi. Yaxshiyamki bu o'yindagi eng oxirgi gol edi. Bir nechta futbolchilar haqida gapirib o'tishim kerak va ulardan eng muhimi kutilgani bu Pedri edi. O'yinning tempini va nazoratini Pedri tushgunicha hech kim nazorat qila olgani yo'q va Pedri tushgandan keyin ko'rdik qanaqa o'yin bo'lganligini. Pedrisiz Yamal ham Rafinha ham shunchaki disfunksional bo'lib qoldi. Ya'ni funksiyalarni amalga oshirish olmadi, chunki ularga to'p bormayotgan edi. Yamal va Rafinhaga to'pni yetkazib berish kerak. Hech kim buni qila olmayotgan edi, chunki o'sha Inigoning to'pni uzatib berish qobiliyati Araujoda yo'q. Gavi esa o'zini taklif qilish masalasida Pedri darajasida emas. Frenkie de Jong esa tayanch zonasidagi ishlarni bittasini qila oladi va bu himoyaviy ishlar edi. Pressingdan chiqib ketishda uning yonida Pedri bo'lsa, variantlar taklif qila oladi va bu narsani biz ko'rmadik. Barselona afsonasi Xavi bir necha yil oldin Pedri haqida shunaqa degan ekan: Pedri jamoada bor vaqtida bu bitta jamoa, usiz esa jamoa butunlay boshqacha ko'rinish oladi degan edi va buni biz guvohi bo'ldik bugun. Undan tashqari Gerard Martin haqida ham bir og'iz to'xtalib o'tish zarur. U yomon o'yin o'tkazmadi, aytib o'tishim kerak. Himoyada yaxshi o'yin ko'rsatdi, ofsayd chizig'ini ushlashda ham va oldinga chiqishda ham bir nechta vaziyatlarda yaxshi o'ynadi, ammo albatta sifat jihatidan Balde bilan bahslasha olmaydi. Balde bo'lganida menimcha o'yin boshqacha yo'l olgan bo'lardi. Gerard Martin bitta xatoga yo'l qo'ydi, o'sha 3-golda Duranvillni o'tkazib yubordi, ammo umuman olganda men yomon o'ynadi demagan bo'lardim. Butun jamoa qiynaldi va Gerard Martin bir nechta vaziyatlarda qutqarib ham qoldi. Buni ham tan olib o'tish kerak. Yana bir futbolchi bu Araujo. Hozir internetda ko'rdim, juda ham ko'p heytlarga duchor bo'lyapti. Ammo mening fikrimcha Araujo juda ham yomon o'ynamadi. 3-gol uning xatosidan so'ng yuzaga keldi, ammo Araujoning juda ham ko'p vaziyatlarda qutqarib qolganligini ham inkor etib bo'lmaydi. Adeyemidan to'pni olib qo'ydi, keyin o'ng qanotda kimdir qochib ketganida u to'pni olib qo'ydi. Shunchaki profil, boshqacha profil. U Araujo agar Flick o'yin boshidan liniyani pastga tushirganida butunlay boshqacha o'yin ko'rardik. Araujo hamma narsani tozalagan bo'lardi. Araujo himoyada devor vazifasini bajargan bo'ladi. Ammo Flick liniyani yuqoriga ko'tardi va bu Araujo uchun juda murakkablik yaratdi. Shunday qilib do'stlar, Barselona juda qiyin o'yinda mag'lubiyat bilan bo'lsa-da yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Shaxsan men uchun juda og'ir o'yin bo'ldi. Taktik jihatdan juda ham ko'plab kamchiliklar bor va gapiradigan gaplar ko'p. Ular haqida navbatdagi o'yinlar tugagandan so'ng, mana shu Real hamda Bavariya ishtirokidagi o'yinlar tugaganidan so'ng keyingi videoda gaplashamiz. Eng muhimi natija va Barselona 6 yildan so'ng yarim finalga yo'l olyapti. Parallel o'yinda ham Aston Villa PSJni battar qiynadi deyishimiz mumkin. 3-2 hisobda g'alabaga erishdi, ammo bu ham yetarli bo'lmadi. Bu o'yin haqida ham keyin batafsil gaplashamiz. Shunday qilib do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Safimiz kengaymoqda va bu uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling va har doimgidek Viska Barsa.